Iloyim onajoningni tug'ilgan kunlari bo'lsin-da. Tabii shu bijoningni tug'ilgan kunlari bo'lsin-da. Agar xotiningni olgan xotinimga Shuna kiraman, gulni beraman, tabriklayman, chiqaman. Yo, o'zi bu 14-fevral o'zi bizning bayramimiz emasdan. Men shu bugun xotinimga telefon ham qilmay, chopaylik shuni kirib gidaman. Uyimga ham kirmayman. Zakonni Dayson deganlarim. Siz Daysonni nima qilyapsiz? Sochimda. Qaysi sochingga? O'sa? Mana qo'y, uni qara. Bunday. iPhone coupe, restoran plati, xotin bayraming muborak bo'lsin. Ba'zi menim umrak tak. Xoda qo'lsa Maksim. Ha. Biraz stomatologga kelmagandirsan? Yo, tualet qidirib kirdim. Mirjon kerak ko'rinmaydi, Mirjon qani, Mirjon. Aka, oformit qilaveraymi? Puli eng qimmatini oformit qiling. Odamlar bitta pochka bilan ham yashayapti. O'lmaymiz. Mana sevgi, mana muhabbat, mana kreativlik. Qanay mana xayolimga kelmadi. Ikkita pochkamni, jigarimni sotib qo'ysa ham, xotinimga gelik olib beraydi. Ulguramiz, yurajon. Ey, bitta gul olsalaring arzon bo'ladi-ku. Doktor 2 kishi biz, 4 ta pochka. Bitta jigaram. Mua.